terma jamoamizni qo'llab-quvvatlab, ularga chin dildan omadlar tilaymiz. Orqa O'zbekiston. Bugungi o'yindan qanaqa natijalarni kutyapsiz? Xudo xolasa kamida 5-0. O'tgan safar biz yutqazib qoldik, to'g'ri, lekin bu safar хотя бы necha bo'lishiga ishonaman. Yutishiga ham ishonaman bizning komandamizni. Shuning uchun faqat yaxshilik kutamiz, g'alaba kutamiz. O'zbekiston bilan Portugaliya o'yinini, masalan, men o'zim 2006-yildan beri esimni tanib futbol ko'rayotgan bo'lsam, to'g'risi 2006-yildan beri men kutyapman. Lekin meni ota-bobom bulardan oldingilar 34 yildan beri kutyapti. Shu mustaqil bo'lmizki, qachon biz ham Portugaliya bilan o'ynaymiz, qachon biz ham Braziliya bilan o'ynaymiz degan odamlar hammasi o'tib ketdi. Lekin mana Xudoga shukr, o'sha kunlar keldi. Mana Xudoga xolasa hammasi zo'r bo'ladi. O'zbekiston mayli qanaqa natijani erishdan qat'iy nazar, mayli bu safar emas, keyingi safar, lekin qo'llab-quvvatlaymiz, jonini bersin bolalar. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi, kayfiyatni tushirmaymiz. Siz o'zi bugun futbol uchun tayyormisizlar? Tak, nima deb o'ylaysiz? Qanaqa shot bo'ladi bugun? 3-2. 3-1. Portugaliya va O'zbekiston uchun. Конечно, O'zbekiston. Гордость за свою страну в первую очередь, потому что это очень важное событие для Узбекистана. Это очень важно для мировой арены, чтобы наша страна показала, что мы можем играть в большой футбол. Cheksiz to'lin kunduzlar, o'ziga sodiq qolganlar. Qarang bu yulduzlar, qarang bu yulduzlar, ucha olgan odamlar. Sonsiz to'lin kunduzlar, bardosh bera olganlar. Cheksiz to'lin kunduzlar, o'ziga sodiq qolganlar. Qarang bu yulduzlar, insonlar. Игра все равно была достойная. Я помню, как мы радовались над отмененным голом. И думаю, игру с Конго мы покажем более достойнее и опять получим эти эмоции вместе. Endi baribir daraja-darajada. Hozir qanaqadir tragediya yasab olib, ana xafani yoqib olib deydi-yu, ana o'yinchilar tanqid qilib, to'g'ri xatoliklar ko'p bo'ldi. Endi daraja Portugaliyanikiga ham katta.
Endi jam unaqa yirik hisob o'ylamadik. Bir 2-0 ga yutqazadi deb o'yladim o'zim shaxsan o'zim. O'yin haqida fikrim zo'r. Futbolchilarimiz harakat qilishdi. Muhimi jahon chempionatiga chiqdik. Ishonamanki, endi 2030-yilda bo'ladi. 2030-yilda natijamiz zo'r bo'ladi. Lekin oldinda yana bitta o'yin bor. Xudo xohlasa, sportchilarimizga katta rahmat. Eng asosiysi jahon chempionatiga chiqqanmiz bu yil.